Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, ularga qulay biznes muhitini yaratish prezidentimizning doimiy e'tiborida. Shu kunlarda davlatimiz rahbarining topshirig'iga muvofiq banklar va boshqa tegishli tashkilotlar mutasaddilari tadbirkorlar faoliyatida duch kelayotgan muammolarni o'rganib, ularni tezkor bartaraf qilish choralarini ko'rishmoqda. Kichik biznes va ishlab chiqarish sohasini qo'llab-quvvatlash, yangi ish o'rinlari yaratish hamda tadbirkorlik subyektlarining faoliyatini kengaytirish iqtisodiy islohotlarning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ana shu tizim bugun sanoat qurilish bank faoliyatida ham o'z aksini topyapti. Poytaxtimizning Uchtepa tumanida faoliyat yuritayotgan mebel sexi ham o'z ishlab chiqarish hajmini kengaytirib borayotgan tadbirkorlik subyektlaridan biri. Bugungi kunda korxonada mahsulot ishlab chiqarish hajmi ortgan bo'lib, tayyor mahsulotlarni buyurtmachilarga yetkazib berish jarayonida qo'shimcha yuk tashish transportiga ehtiyoj yuzaga kelgan. Ishlab chiqarishimiz kengaygan sari mijozlarimiz ham kengayib o'sib boryapti kundan kunga. O'sha biz mahsulot ishlab chiqaramiz va mijozlarning qo'liga bepul yetkazib berish xizmatini yo'lga qo'yganmiz. Mashinalarimiz yetishmayapti. Hozirgi kunda 2 ta mashinamiz bor edi. Yana shu yuk tashish avtomobiliga ehtiyojimiz bor edi. Ana shunday vaziyatda bank mutasaddilari tadbirkor faoliyatini joyiga chiqib o'rgandi va mavjud muammoni hal etish bo'yicha amaliy takliflar bildirdi. O'rgangan manzilimiz Uchtepa tumani Qoziguzar mahallasida mebelchilik faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorga ko'rdik. Bu yerda ish hajmining ko'pligi sababli aholiga uygacha mebel mahsulotlarini aholi tanlagan yoki buyurtma bergan mebel mahsulotlarini uygacha olib borish imkoniyati cheklangan ekan. Tadbirkor bilan gaplashgan paytimizdagi tadbirkorda o'sha aholini uyigacha yetkazib berish bo'yicha o'zimizda ishlab chiqarilgan labo mashinasiga ehtiyoj borligi aniqlandi. Bugungi kunda sanoat qurilish banki tomonidan labo mashinasini o'sha tadbirkorlarga, aholiga bank kredit hisobiga foizsiz bermoqdamiz. Bu narsani sanoat qurilish banki tomonidan sun'iy intellekt dasturi asosida yaratilgan ilovada tadbirkorlik faoliyatini ijobiy deb baholandi. Tadbirkorlik barcha kerakli hujjatlarni mahalla bankka taqdim etadi. 3 bank 3 kunida o'zimizda ishlab chiqarilgan labo avtomashinasi tadbirkorga bo'lib to'lash sharti bilan foizsiz rasmiylashtirib beriladi. Sanoat qurilish bank Uchtepa tumani filiali rahbari bilan suhbatlashdik. Ular bizga foizlarsiz mana shu yuk avtomashinasini berish imkoniyati borligini aytib qoldi. Biz bundan juda ham xursand bo'lib ketdik. Bunaqasi hali bo'lmagan. Biz oldinlar yurardik kredit olish uchun. Qog'ozbozlik mahallaga bor ko'p ishlar bo'lardi. Hozir mana o'zimiz ostonamizga kirib kelyapti. Buning uchun biz prezidentimizga ming rahmat aytamiz. Sabab tadbirkorlarga keng imkoniyatlar yaratib beryapti. Biz bundan juda ham xursandmiz. Orqalaringda prezident turibdi degan gap davlat rahbarimizni doim bizga ilhom bag'ishlab keladi. Hech narsadan qo'rqmasdan biz yana ham oldinga ishlashga katta marralarga erishishga Xudo xolasa va'da beramiz. Bank xodimlari tomonidan o'rganilgan navbatdagi manzil Chilonzorda loyiha reja bosqichida bo'lib, tadbirkor ushbu xonadonni qayta ta'mirlash va qo'shimcha bino qurish orqali mehmonxona faoliyatini kengaytirishni ko'zlamoqda. Buning uchun esa qo'shimcha moliyaviy resurs zarur. Ushbu mahalla mehmonxona xizmatiga ixtisoslangan bo'lganligi uchun menda qiziqish uyg'otgan va shu hovlini sotib olib mehmonxona xizmatini tashkil qilmoqchi edim. Ushbu xonadonni ta'mirlab, rekonstruksiya qilib, mehmonxona xizmatini yo'lga qo'yishim uchun menga mablag' kerak edi. Muammoim shu edi. Bank mutasaddilari tomonidan loyiha joyida o'rganildi. O'rganishlar natijasida tadbirkor tashabbusini qo'llab-quvvatlash, loyihani bosqichma-bosqich amalga oshirish maqsadida imtiyozli kredit mablag'larini ajratish bo'yicha amaliy ishlar boshlab yuborildi. Biz hozir tadbirkor xonadonlarimiz. Tadbirkor ushbu xonadonni bundan taxminan 3 oy 4 oy oldin olgan. Ushbu xonadonda tadbirkor mehmonxona tashkil qilmoqchi. Chunki bu mahallaning drayveri xizmat ko'rsatish va mehmonxona xizmatiga ixtisoslashgan. Tadbirkor ushbu xonadonni qayta rekonstruksiya qilish uchun bankdan kredit so'rab murojaat qildi. Hozir biz mana bankda sun'iy intellekt joriy qilingan sanoat qurilish bankda ushbu sun'iy intellektda tadbirkorni biznes planidan chiqarib berdik. Bu yerda sun'iy intellekt ijobiy deb baholandi. Tadbirkor bir kunda 50 ta 60 ta odamga xizmat ko'rsata oladi. Agar biz kredit ajratsak, ushbu xonadonni rekonstruksiya qilsa. Buning natijasida bu yerda 10 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Bu degani o'sha mahalladagi ishsiz aholini ish bilan ta'minlanadi. Tadbirkor tomonidan ushbu loyihani amalga oshirish uchun taxminan 4 milliard so'm baholanyapti. Qayta rekonstruksiya qilish, mehmonxonani barpo etish va o'shani ishga tushirish uchun. Hozir mahalla bankiri tadbirkor bilan birgalikda kerakli tegishli hujjatlarni bankka taqdim etadi. Ushbu summani 3 bank 3 kunida tadbirkorga biz ajratib beramiz. Yaqin 2-3 kun ichida kredit mablag'iga ega bo'lar ekanman. Men juda xursand bo'ldim. Bunday yengilliklar yaratilganidan avvalambor prezidentimizga rahmat. Mahalla banki lavozim joriy qilganlari bizga tadbirkorlarga juda katta bir yengillik, vaqtdan yutish, ovoragarchiliklarsiz kredit olishga yordam beryapti bular. 2-3 kun mobaynida
kredit summa ajratilgandan so'ng ishlarni boshlab yuboramiz va qo'shimcha ishchi o'zlari yaratamiz. Qayd etish joiz, mamlakatimizda tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bunday yondashuv biznes muhitini yanada faollashtirish, xizmat ko'rsatish sohasini kengaytirish va aholi bandligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Eng muhimi, bugun tadbirkor o'z muammosi bilan yolg'iz qolmayapti. Uning tashabbusi bank, mahalla va mas'ul tashkilotlar hamkorligi asosida amaliy qo'llab-quvvatlanib, yangi loyihalarni hayotga tatbiq etish uchun mustahkam zamin yaratilmoqda.